sizda ochiq yurak amaliyoti tayinlandimi? Hozirgi kunda ochiq yurak amaliyotlarining deyarli barchasini kichik kesish orqali bajarilishi mumkinligini bilarmidingiz? Katta chandiqlar, uzoq va og'ir reabilitatsiya, shuningdek infeksiya xavfi yuqori. Mini invaziv jarrohlik bugungi kardiojarrohlikning kelajagi va siz uchun eng yaxshi tanlov. Faqatgina 3-5 santimetrlik kichik va deyarli bilinmas chandiqlar. Bir haftada uy yumushlariga qaytish. Zamonaviy Yevropa uskunalaridan foydalanish. Men Islom Sharipovman. O'zbekistonda bo'lgan 25 yildan ortiq tajribaga ega yurak jarrohiman. Men muntazam ravishda katta yoshli bemorlarga turli xil minimal invaziv yurak amaliyotlarini bajaraman. Men uchun muhim bo'lgan narsa shunchaki operatsiya qilish emas, balki sizning sog'lig'ingiz va qulayligingizni saqlab qolishlik. Men sizga to'g'ri tanlov qilishda yordam beraman. Hoziroq ariza qoldiring va biz sizga maslahat beramiz.